Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Pirimberdiyev Alisher Qurbonalievich, Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Muqim mahalla fuqaroligida yashayman. Shu bizning mahalla fuqarolik yig'inimizda shu yoshlar saylgohi loyihasi amalga oshirilgan shu soy bo'yi hududida. Hozir o'sha joyda oldin ham 3-4 marta ijtimoiy tarmoqlarga joylaganman. Holatini ko'rsataman. Bu joyda o'rindiqlar, ko'cha chiroqlari, chiqim tashlash qutilari o'rnatilgan. Jami 43 ta mana shunaqa yengil konstruksiyali sendvich panellardan do'konlar qurilgan. Bu loyihaga qancha pul ajratilganligi, kimlar tomonidan amalga oshirilganligi, narxi, umuman bir yo'l xaritasi qo'yilmagan. O'tgan safar ijtimoiy tarmoqqa joylaganimda 3-4 ta ko'cha chiroqlari sindirilib, bir tarbiyasiz, axloqsiz odamlar tomonidan sindirilgan edi. Endi mana bugungi ahvolni qaranglar. Mana axlat tashlash qutilarini ahvolini sindirib ketgan. Bu yerda yonida o'rindig'i bor edi, yo'q. Skameyka naryoqda sinib yotibdi yana. Mana ko'cha chiroqlari ham yo'q. Buni bir nazoratga olish kerak. Endi yo kamera o'rnatish kerakmi? Bu shu zarar yetkazilyapti. Mana shuncha pul sarflangan bu yerga. Bunga endi davlatimizni, xalqimizni mahalliy byudjet mablag'laridan moliyalashtirilgan zarar yetib talon-taroj bo'lishini oldini olish kerak. Endi bu boshlanishida o'zi bu loyihani amalga oshirilishida buni yaxshilab o'ylab qilish kerak edi. Endi yaxshi bu yerlar obod bo'ldi, lekin milliard pul ketgan bo'lsa kerak bu yerga. Bu hech qanaqa birorta do'kon sotilgan yo'q, ishga tushgan yo'q. Yillar davomida davlatimizni, xalqimizni byudjetni puli bekor yotibdi shuna joyda. Endi bankdan kredit olsangiz 100 million, 50 million, 200 million maqsad sarflandi, samarasi sarflandi deb javobgar qilyapti. Kerak bo'lsa subsidiya mablag'lari ham, mana subsidiya mablag'i o'zi asli davlat tomonidan beriladigan moliyaviy ko'mak qaytarib olinmaydigan, lekin shunga ham mana javobgar qilyapti. Bu nafaqat Bog'dod tumani, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab mansabdorlar, amaldorlar shunaqa milliard pullarni shunaqa joylarga sarflasa, samarasiz bo'lsa, natija bermasa, birorta bir ish o'rni yaratilmasa, lekin hech qanaqa bir javobgarlik ma'lumot berilgani yo'q. Shuni mutasaddi idoralardan so'rab qolamiz, bir nazorat kameralar o'rnatib, bu davlat puli sarflangan loyihani bir asrab avaylash kerakmi yo natijaga erishish kerakmi, buni bir qandaydir nimasini qilish kerak. Shu yillar davomida yotibdi mana, hech qanaqa samarasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'tgan safar 3-4 ta ko'cha chirog'i singan bo'lsa, bugun 10 tadan oshiq ko'cha chirog'i yo'q ekan. Hozir bunday taxminan sanadim. Endi chiqim tashlash qutilari o'rindiqlarga o'tishdi buzishga. Shularni aniqlab, kuzatuv kameralarini o'rnatib chora ko'rish kerak. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Ko'rib achinib ketdim. O'tgan ketgan odamlar ham kamera o'rnatib bu yerda bir nazoratga oladigan odam yo'qmi deyman. Hamma joy mana shunaqa ahvolga kelgan. Sog' bo'linglar.